400 amper, ikkita 250. 400 ga tok kelyapti, chiqib turib bu ishga kiryapti. Puskatel bo'lyapti. Bunga puskatel bo'lib turib, o'sha bu yoqdan mana bu divizorga kirib ketyapti. Divizor ichida aver bo'lyapti bu yerda. Aver. 3 faza tok beryapti bu yoqqa. Через пускатель bo'lyapti hozir. Inverter. Biz mana bu quyosh panelliki 3 fazasi. Buni men avtomatik tepasidan berib qo'ydim. Baribir daxli yo'q buni tepasiga. Nimaki men bu yoqilganda bu ikkalasiga qachonki puskatel tok qo'ysa keyin kelyapti. Ungacha tok kelmayapti. Uch tagidan chiqib turib, prямо puskateli kelyapti.